Adasi. Agar nimagadir e'tiroz bildirmoqchi bo'lsang, gapirma. Nimaga gapirmas ekanman? Sizga gapirmasam kimga gapiraman? Sizni kompyuterxonadan topgan pulingiz choyxonangizdan ortmayapti. Endi ham Yaqillaga murojaat qilaman. Aka-ukasi yo'q. Opa-singlisi yo'q. Otasi o'tib ketgan. Faqat bitta onasi bor. Mendan boshqa qanaqa yaqini bo'lishi mumkin? Bu yerda bir gap bor. Qanaqa yaqini bo'lishi mumkin buni? Joyimiz ko'p qavatli uylar orasida joylashgan. Shartlari qanaqa? Demak, 30 dan 70 kvadrat metrgacha joiz bo'lishi kerak. Agar 30 dan kam bo'lsa-chi? Sizlar ham yoqqanmi? 30 dan kam bo'lsa ham bo'ladi. Keyin mutaxassislarimiz borib joylashuvni obdon tekshirishadi, o'rganishadi. Agar hammasi yaxshi bo'lsa, hujjatlarni rasmiylashtirish qoladi xolos. Oyiga qancha pul topishimiz mumkin? Agar joy yaxshi bo'lsa, oyiga 20 million daromad topsa bo'ladi. Men roziman. Voy uka, hali siz navbat kutmadi. Biz birgamiz. Va shu kompyuterxonani do'kon qilib yaxshi qildinglar-da. O'g'lim ham to'y kompyuter o'ynardi. Hozir esa kitob o'qiyapti. İşte. Buna yaqinda tuxumlar topib Voy, rahmat. Kerak edi o'zi. Bitta qaymoq bilan 4 ta non uchun narigi mahallaga chiqib kelardik. Mahalladagi hamma eringizni duo qilishyapti. Yaqinlarimizni ham duo qilishsin. Mana. Rahmat. Tez chiqib turing.